Qani bismillahirrohmanirrohim. Nima bo'ldi ikkina? 1-2 kun tursa bu yaxshi tuz yeb oladi. Hozir endi biz tayyorlagan zahoti yeb ko'ryaptik. Qirchillashi yaxshi. Mazalar juda ham yaxshi. Endi ana juda qarsil qursul emas-ku. Bo'ladi, yesa zo'r. Mazasi cho'tki bo'lgan. Bir haftalarda ichiga tuz yesa rosa ham yeyishli bo'ladi. Eng oson usulda ham tez arzon variantda tayyorlasanglar bo'ladi. Har doim shu o'rgatayotgan narsalarimni tayyorlanglar, qishda maza qilib, duo qilib yeysizlar. Yaxshi kunlarni hammamizga Allohim nasib etgan bo'lsin. Sog' omon bo'linglar yaxshilar. Ha, bir narsa aytmoqchi edim. Xohlasanglar, men misol uchun suv sal kamroq quydim. Agar quyuqroq sous xohlasanglar, suvni sal ko'proq solsanglar bo'ladi. Tinchlik, omonlikda ko'rishinglar, sog' bo'linglar yaxshilar. Allohim panohida bo'lib yurish, ikki dunyo saodatiga loyiq bo'lish hammamizga Allohim barcha mo'min musulmonlar qatori bizga ham nasib qilsin. Sog' bo'linglar.